Jarima ballari. Shu kecha kunduzda kun tartibiga aylangan ushbu mavzu doirasidagi 3 ta savolga javob berib o'taman. Birinchisi, jarima ballari kerakmidi? U bizga nima berdi? Agar yo'l transport hodisalari va qoidabuzarliklar tahliliga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 1-iyundan boshlab yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomalar asosida qo'pol turdagi qoidabuzarliklar uchun jarima ballari hisoblanishi yo'lga qo'yilgan. Bilasiz, mana shu davr ichida, ya'ni 1-iyundan 30-oktyabr kuniga qadar 5 oy davomida umumiy yo'l transport hodisalari 6,3% ga, aynan haydovchilar aybi bilan sodir etilgan avtohalokatlar esa 31,2% ga kamayishiga erishilgan. Mana shu raqamlar ham qaysidir ma'noda jarima ballari amaliyotda asqotganligini ko'rish mumkin. Chunki jarima ballari yo'q vaqtda mana shunday ijobiy tafovut yo'l transport hodisalari bo'yicha kuzatilmagan edi. Ikkinchi savol, nechta inson jarima balli oldi 5 oy davomida? Agar tahlillarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 114 mingdan ziyod haydovchilarimiz 5 oy davomida jarima ballari oldi. Shundan 114.374 nafari 1 balldan 5 ballgacha jarima ballarini olgan bo'lsa, 6 nafar haydovchilar 5 balldan 6 ballgacha bo'lgan jarima ballarini egallashgan va bor yo'g'i 2 nafar haydovchilarga nisbatan biriga 7, yana biriga 8 jarima balli qo'yilgan. Xabaringiz bor, Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan 2026-yil 1-apreldan e'tiboran jarima ballari qurilmalar, ya'ni qoidabuzarliklarni onlayn qayd etuvchi texnika vositalari tomonidan ham aniqlanib, ya'ni hisoblanib boshlanadi. Bunda jarima avtomashinaning egasi va ushbu avtomashinadan fuqarolik boshqa munosabatlar asosida, ya'ni ishonchnoma, sug'urta polisi, yo'l varaqasi asosida boshqaradigan boshqa haydovchilarga taqsimlanadi. Unda albatta yo'l harakati xavfsizligi xizmatining mobil ilovasidan foydalaniladi. Mobil ilovaning ishlash tartibi, undan foydalanish shartlari bo'yicha keyinchalik yana batafsil video qilib tushuntirish berib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoni manfaatli bo'lishi uchun haydovchilarga yuborib qo'yasiz.